Niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi do'stim? Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Bismillah. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Bismillah. Ushbu videoni ko'rayotganingiz singari bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ring. Bismillah deb kommentariy yozgan insonni 10 yelkasidagi farishtalar savob daftarlarini to'ldirib tashlasin-da do'stim. Ushbu kanalga obuna bo'lgan insonlar inshaalloh jannatga obuna bo'lsin. Qarang do'stim, arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. E'tibor beringlar, harflar nihoyatda dona holatda yozilgan. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Bu kitobni o'qigan odamchi o'qib to'ymaydi-da. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun O'zbekiston bo'ylab, qolaversa Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. To'g'ri eshitdingiz do'stim. Buning uchun siz +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga, agar O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga WhatsApp yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qiling, sizlarga yetkazib beramiz inshaalloh. Ahlan va sahlan.